Sport bilan shug'ullanadiganlarning barchasi bir dona narsani xohlaydilar. U ham bo'lsa organizm tezroq diklanishini. Organizm diklandi degani siz ko'proq sport bilan shug'ullanasiz va buning natijasida sizning muskullaringiz o'sishni boshlaydi. Xo'sh, o'zi ilmiy isbotlangan nechikdir narsa bormi? Albatta bor. Hozir bularni birma-bir sanab chiqamiz. Birinchisi protein. Bu mushaklaringizni tezroq diklab beradi va ko'proq massa yig'ilishini ham yordam beradi va eng asosiysi bu retseptor qo'zg'atuvchi hisoblanadi. Keyingisi esa vitamin D3. Bu testosteronni stimulyatsiya qilib beradi va suyaklarimizni mustahkamlaydi. Immunitetimizni ham ko'tarib beradi. Keyingisi esa omega 3. Omega 3 ni sportga nima aloqasi bor dersiz? Tasavvur eting, sport bilan shug'ullanib turibsiz va siz mikrotravmalar oldingiz va travma olgan joyingizda sizning yallig'lanish paydo bo'lishi mumkin. Omega 3 esa shu yallig'lanishni butun tanada tarqalishini to'xtatib beradi. Kreatinning foydalari esa ilmiy tadqiqotlarda eng ko'p isbotlangan qo'shimchalardan biri hisoblanadi. Kreatin tanamizda ATP, ya'ni energiya ishlab chiqarishini ko'paytiradi va hattoki xotiramizni mustahkamlab beradi. Va eng muhimi esa bu sifatli uyqu. Siz uxlab yotgan vaqtingizda o'stiruvchi va diklanuvchi gormonlar sifatli ishlaydi va ertangi kuni siz tabiiyki energiyali bo'lib yurisiz. Yanada ko'proq ma'lumotlar uchun esa albatta Dehqon dorixonasini obuna bo'lib kuzatishni unutmang.